Yumshoq mebel, divan, kreslo, uголокdan ko'rsating degan aka-ukalarimiz va opa-singillarimiz uchun mana katta assortimentlarda oldiga keldik. Har doimgidek Samarqanddagi Jamshid akamizning joylari bilan 12 ta viloyatga dastavkalari bilan har xil turdagi yumshoq mebellar. Assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum. Oldin yaxshimisiz, charchamaysiz? Qani aka, charchamayapsizmi? Xalq xizmati bilan. Allohga shukr, yaxshi, hammasi yaxshi. Keling bo'lmasa. O'zim ham salomlashib qo'yaman. Avval umr barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Jamshid aka, hozirgi kunda qanaqa yumshoq mebellarni ko'proq olishyapti xalqimiz? Gapingiz to'g'ri. В основном shoxonadan ko'ra high-techlar ko'proq ketyapti. Уже skromniga o'tyapti. Variantlarga o'tyapti. Atak shoxonalarimiz bor, muammo yo'q. Ulardan shoxonalarning tur-turlari bor. Xohlasin divan kreslo, xohlasin uголок. Ko'proq endi shoxonada 10 tadan bitta odam shoxona oladi. Endi shoxona baribir olaman degan odam baribir oladi, uyiga moslab. Masalan, boya aytgandek high-techlarga mana bunday ajoyib uголокlar, mana bu oldingizda turgan Versace'lar. Masalan, mana shu Versace'dan keyin boshlay qolamiz. Versace modelimiz chokka rangidan. Juda ham ajoyib ishlangan. E'tibor qiling, hozirgi ko'rsatayotgan uголокларым hammasi deyli eng arzonidan tortib eng qimmatigacha hammasi Pampers sidena. Bu demoqchi bo'lganim, prujinasi O'zbekiston bilan Xitoyda savomiyasi ishlangan 3 yil garantiyasidan beramiz. Hammasiga garantiya bor. Garantiyasi bilan yerga javob. Versace 8 kishilik o'ziga kiradigan ikkita alohida pufiki ham bor. Chap o'ni yo'q, xohlagan tomoningizga qo'yaverasiz. Shuni o'zi shehda o'zi mana. Bu bo'ladigan bo'lsa 3.800.000 so'm. Menga kattaroq bo'lsin desiz, ha, mana shu kamerangizni o'sha ko'rsatinglar. Ana bu qaymoq rangi masalan. Kattaroq ekan. Bu 12 kishilik. Bunda 4 ta pufik alohida va 5 bo'lak. 430 ga 230. Bu narxlarga keladigan bo'lsa 4.800.000 so'm. 4.800.000. 4.800.000 Versace, podgalonik, har xil ranglardan bor. Hali ham zo'r sotayotgan uголоклаrimizdan bittasi. Bu ham boya 12 kishilik kattasi. Shu turishi boring 4.300.000 so'm mana. 4.300.000 ga. 4.300.000. Mana bunday ajoyib Chester, yarim Chester deb nom berganmiz. Juda ajoyib ishlabdi ekan. Yonboshlari o'tirishga, yumshoqqina va yonboshlari juda chiroyli ishlangan. Narxlari keladigan bo'lsanglar, yarim Chesterlar 6.5 dan kam bo'lmagan. 5.800.000 so'm. 5.800.000 do'stlar, oyoqlari yog'ochli, plastmassadagi mamberlar yog'och ekan. 5.800.000 high-tech spalni bo'ladigan variantimiz. Ham spalni bo'ladi. Ham sandig'i bor, spalni bo'ladigan joy bu yerdan ochiladi kamolidan, kerak payti ochib, kerak payti qo'yib qo'yasiz. Qo'llari yechiladi va bitta yostiq kam ekan, qayerdadir yotibdi. 5 ta yostiq bo'ladi. Chap uni yo'q, bu ham 3 bo'lakli, kichikroq domlaga juda zo'r ketadi. Joydan ekonom qilish varianti. Narxlari keladigan bo'lsa 4.5 million so'm. 4.5 million. Yevro variantimiz. Shu yerda o'zida hozir bitta rang, mana orqamdagi ikkinchi rangi. Ikkinchi rangi. Bu orqamdagi oq rangi, qaymoq rangi, bu 12 kishiligi. Deganligi mana bu. Juda ham chiroyli, moshna ishlangan. Gap yo'q. Moshna juda zo'r, Pampers sidena xuddi shunday, bunisi ham. Bu 12 kishiligi, bu 8 kishiligi. 12 kishiga keladigan bo'lsa 4.800.000 so'm. Aha, bunisi-chi? Bunisi esa 4 million so'm. 4 million so'm. 4 million so'm. High-tech variantimiz, juda chiroyli variant. Buni menda har xil ranglari bor, hozir video davomida ko'rsatamiz. 12 kishilik chista Pampers sidena eski narxda qoldiraman, 5.800.000 so'm. 5.800.000. Transformer. Bu yerda ko'k rangi, Jizzaxda skladimizda oq rang deysizmi, koreshneviy deysizmi, ranglari har xil. Bu spalni bu, mana pasti ochiladi. To'ppa-to'g'ri ham spalni bu, ham divan. Pastlari ochiladi, tagida sandig'i ham mavjud. Necha pul? Narxlari, keling, buni ham eski narxda qoldiraman. 2.5 million so'm. 2.5 million. Chester variantimiz juda chiroyli, mo'yishi material, qaymoq rang. 12 kishilik bu variantimiz 5.5 million bor yani. 5.5 millionga ketdi. Lekin menga mana bu rang juda yoqdi. Chiroyli rang. Chiroyli chiqdi. Teddy materialdan ishlangan high-tech variantimiz juda ham chiroyli, 12 kishiligi. Agar deylik o'zi bo'ladigan bo'lsa 6.5 million so'm, stoli bilan bo'ladigan bo'lsa 1.5 million stolida 8 millionga to'g'ri keladi. Gap yo'q. High-tech boya ko'rsatganimda bu 4 taligi, bu 8 kishiligi. Boya shuni boshqacha ranglarini ko'rsatdik. 4.800.000 so'm. 4.800.000. Xo'p, mana bu yerda chiroyli kishilik katta-kattalari bor ekan. Ha, bu vashli chiroyli ishlangan. Buni ham har xil ranglari bor. Chista Pampers, mo'yishi material ranglarini tanlab olasiz. 6.5 5.800.000 buni qilib beraman. 5.800.000 ga. Meduza fasonimiz. Meduza fason juda chiroyli. Yonboshlari. Jizzaxda skladlarimizda bundan 8 kishiligi ham bor, bu hozir 12 kishiligi. 7.5 million so'm. 7.5 millionga Meduza fasonimiz do'stlar. Boshqa ranglari ham bormi? Ranglari bor, har xil ranglari bor. O'zgartirib olsak bo'ladi yonboshlari. Xo'p. Turetskiy fasonimiz juda chiroyli ishlangan.
oyoqlari yong'oq oyoqdan ishlangan mana bu O sherdan boshlar. juda ham chur. Xo'p, keyingisi turetskiy fason Turetskiy ekan. fasollar oyoqlari yong'oqdan ishlangan, 8 kishilik teddy materialdan ishlangan. Shu turishi 7,5 million. 7,5 million. Versace'ni teddy materialdan ishlangan varianti. Bu ham xuddi shunday 12 kishiligi. Pampers sidena 4 million 800 ming so'm. Gap yo'q. Xo'p, bu yoqda Trish modelimiz Trish. juda chiroyli, temniy rangi. Xohlovchilarga svetli masalan qaymoq o'tsa qaymoq rang qilib beramiz. Ranglardan muammo yo'q. Narxlarga keladigan bo'lsanglar, borini 3 million 800 ming so'm. 3 million 800. Xohlovchilar kamolda buni menda 12 kishiligi ham bor. Ranglari har xil. 12 kishiligi bundan ancha katta bo'ladi. 4,5 million so'm 12 kishilik qilib beraman. Mana bu yarki rangimizchi? Versace'ni bu yangi modeli bu ham juda chiroyli ishlangan. Shu turishi agar stolsiz aytaveray, shu turishi 4,5 million so'm. Stoli bilan bo'layotgan bo'lsa 5 million 300 ming qilib beraman. 5 million 300 ga. Xo'p. Bu divan variant qilganmiz. Xohlovchilarga buni burchagi ham bor, uголок qilib tursa ham bo'ladi. 5 million 800 ming so'm high-tech variantimiz. Gap yo'q. Divan kreslo. Divan kreslo, high-tech divan kreslo, чисто Pampers sidena, korичневый bilan qaymoq rang kombinatsiya qilib ishlangan. Juda chiroyli ishlangan. O'tiradigan kreslosidan tortib divanigacha ikkalasi ham полный Pampers sidena и moyshi material. Narxlariga keladigan bo'lsanglar 4,5 million so'm. Gap yo'q, do'stlar, variantlar ko'paygan. Rangini o'zgartiramizmi? Любой rang. Xohlovchilarga qora ranglar bor, ofislarga qo'yaman so. Qaymoq ranglar bor, ranglari har xili bor. Mana bunday chiroyli modelimiz, bu ham yangi model. Чисто Pampers sidena, bu ham ikki xil kombinatsion rangda ishlangan, moyshi material. 12 kishiligi o'ziga keladigan bo'lsanglar 6 million so'm, stoli bilan 7,5 million so'm. 7,5 millionga komplekt olib ketsak bo'lar ekan. Xo'p. Shohona variantimiz. Shohona. Shohonamiz chetda o'zi qarang, qaymoq rangi, xohlovchilarga ana qora rangi ham bor. Bu yoqda do'stlar, mana qorasidan Qorasi ham bor. juda bogat ekan lekin. Juda ham chiroyli ishlangan. Nechta pul qilib beramiz bular, Jamshid aka? Xalqimiz maza qilsin, 10,5 million akvarium stoli bilan. 10,5 akvarium stollari bilan. Stoli bilan 10,5 million. Gap yo'q. 11, 12 deb aytardik, mana 10,5 ga akvarium stoli bilan olib ketsak bo'lar ekan. Shunday. Xo'p, bu yerda yana bittasi bor ekan. Bu shohonamizni divan kreslo varianti. Shu turishi 10 million so'm akvarium stoli bilan bo'layotgan bo'lsa 11,5 million so'm qilib beraman. 11,5 ga mana shohona divan kreslo. Variantlar juda ham ko'p. Har doimgidek Rustam og'amiz o'zlari shu yerda bo'ladi. Dastavkalar aytib o'tamiz, 200 kilometrgacha ham bo'ladi. Gap bo'lishimizda 200-150 edi, 200 kilometrgacha olib borish xizmatlari ichida. Onlayn xizmatlar ham bor. Xo'p, Jamshid aka, bu yerga kelishda manzilimiz chiroyli qilib bitta tushuntirish kerak ekan. Rustam akam o'zlari tushuntirib beradi. Qani? Manzilimiz mana Betonkadan kelsa, Panjakent ko'chasi, Aha. Pulmuqob mahallasida, Aha. Universal restoranda to'g'risida. Mana do'stlar, shundoq qilib ro'paramizda Universal restorani bor. Shundoq qilib ro'paramizda mana 3 etajli mebel. Registondan kelishda Al-Qasr restoranidan o'tgandan keyin. Xullas, har xil mebellardan bor. Mana bunaqa uголокlardan, stollar, sandiqlargacha ichkari 3 etaj mebel. Kamoliddin va yana bizda muddatli to'lovlarimiz ham bor. Xohlovchilarga endi to'y qilish hozir hammaga ham oson emas. Xohlovchilarga kelibsa, ishonch banklaridan bizda o'zimiz shartnomamiz bor. Keling, pullaringiz yetmayotgan bo'lsa, muddatli to'lov ham qilib bera olamiz. Ya'ni bo'lib berishga ham imkoniyatlar bor. Juda ham yaxshi. Do'stlar, aloqaga chiqib kelaveramiz. Xo'p, hurmatli yurtdoshlar, menga stol kerak deganlarga mana sizlarga stol har xil variantlaridan bir chekkadan ko'rib, narxlari bilan tanishib, bemalol aloqaga chiqib xarid qilsalaringiz bo'ladi. Har xilidan bor. Arzondan tortib, qimmatga, yong'oqdan tortib, teragigacha deydimi, nima? Qanaqa? Xuddi shunday arzondan tortib qimmatgacha, terakdan tortib yong'oqgacha farqi yo'q. Bu avvalambor o'z tushingizga bog'liq. Yong'oq, terak почти farqi yo'q. Tushingizga bog'liq. Arzon bilan qimmatini ham u ham tutishingizga bog'liq. Hammasi nima deydi, bitta tandirdan chiqadi. Xullas, keling, Kamoliddin, boshlaymiz. Cobra variantimiz eng chiroyli variantlardan bittasi. Shampan karkasdagi bor. Xohlang mana oldingizda jemchuk qaymoqqa ishlangani ham bor. Juda ham chiroyli ishlangan. 12 kishilik mana bunday ajoyib tumbali stollari bilan, stollari katta bo'ladi, 3 metrlik bo'ladi. Narxlar keladigan bo'lsanglar, bularni oxirgi marta 7 million 800 dan berdik, 8 million ham sotdik. Keling, 7 million qilib beraman. 7 millionga? 7 millionga Cobra varianti. Mana bunday ajoyib parlament, bu ham juda chiroyli ishlangan. 12 kishiligi mana bunday ajoyib tumbali stollar bilan narxiga keladigan bo'lsanglar, 6 million qilib beraman. 6 millionga.
Kobrani yana sizga mana bunaqa rangi ham bor. Mebelni rang xohlayman, xohlovchilarga mana пожалуйста, mebelni rangi. O'zi 7,5 aytishim kerak edi, bo'ldi 500 skidka bilan 7 million buni shunday qoldiramiz. 7 millionga mana ketdi do'stlar. Listyak o'ris daraxtidan ishlangan 12 kishilikga xuddi shunday tumbali stollari bilan xohlayman mana shampan karkasli, oldingizda mana qaymoq ranglari ham bor. Mana Ranglardan muammo yo'q, ranglar muhimi zapasi bilan turibdi. 4,5 million so'm. 4,5 million. Mana bu ham mana oqi, mana bunisi Monika variantimiz, juda chiroyli ishlangan. Bu ham xuddi shunday 12 kishilik, mana shunday ajoyib tumbali stollari bilan 7,5 million so'm. 7,5 millionga bu 12 Monika talik variantimiz. bilan. Parlament yangisi juda baland ishlangan. Shetda o'zi mana ko'k rangi, xohlovchilarga mana sizga ham bunday oldiga qo'yib qo'ya qolay. Mana qaymoq ranglari ham bor. Baland chiroyli ishlangan, orqalarida pardalari bilan chiroyli ishlangan. Bular narxi 5 million 500 ming so'm. 5 million 500. 5 million 500 ming so'm. Juda chiroyli ishlangan. Variantlar rangi juda ham chiroyli ekan. Hozirgi olgan Monikani sal o'zgartirganmiz, shampan rangida mana. Monikani mana bunday ajoyib tumbali, mana agar yo simala oyoq bo'lsin desangiz, o'zi narx o'zgaradi. Simala oyoq, atak Monikani o'zini oddiy tumbali oyog'i bilan bo'layotgan bo'lsa 7,5 million, yo mendaqa simalali bo'lsin deyotgan bo'lsalar 1,5 million qo'shiladi, 9 million so'm bo'ladi. Simala oyoqni masalan xohlovchilarga tilla rang ham qilib beraveramiz, o'zimiz qo'limizda. Xurram Sulton eng chiroyli stullarimizdan bittasi, oyoqlari polni trendda. Necha yildan beri trenddan tushmaydi, har xil variantlari bor. No, skeleti o'sha gullar qo'shilibdi ekan bunga. Shunday oyoqlari mana Oyog'ida trendda qilib qilinganda, chiroyli boshqacha qilingan. qilib ishlanibdi ekan. Bu qanaqa material o'zi bular? Bular stollari MDF dan ishlangan, stullari terakdan ishlangan. Terakdan, ha. Shu turishi mana shunday deylik akvarium stollari bilan 10,5 million so'm. Agar stolning usti bunaqa akvarium bo'lishi shart emas, barda dasturxon qilamiz, skater qilamiz deb, mana bu ustidan bo'ladi deyishsa, 1 million yana o'tib beraman. 9,5 million so'mga mana bunday ajoyib Xurram Sulton 12 kishiligini qilib beramiz. Mana do'stlar, mana bunaqa akvariumli. Xullas, variantlari ko'p, aloqaga chiqib bemalol kelishimiz mumkin. Har doimgidek shu Jizzaxda ham, Samarqandda ham joylari bor. Eng muhimi aloqaga chiqish kerak. Shundagina любой joydan, yo Samarqanddan, yo Jizzaxdan olishimiz mumkin. Bemalol. Xo'p, oxirgi gaplaringiz Jamshid aka? Oxirgi gapimiz nima deymiz? Bugungi oxirgi gapimiz nima deymiz? Avvalambor hammalaring sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Ishlaringga omad, barokat. Bitta iltimosim har doimgidek va shartimiz Kamoliddinga obuna bo'lib qo'yish, obuna bo'lib va like bosishni unutmanglar. Ishimiz sizlarga bog'liq. Qo'ldan kelgancha maksimalni videoga like bosib, kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlab turing. Qo'ldan kelgancha biz Jamshid akamiz bilan arzon qilib berishga harakat qilamiz. Xo'p, sifali naborlar qanday deganlarga kommentariyaga kirsalaringiz, oldingi videolarimizni qo'yib qo'yamiz, o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Shunday. Aziz yurtdoshlar, shu orada sizlarga ko'pchilikka qiziq bo'lgan bir joy ko'rsataman. Samarqandda shunaqqina mebel reklama qiladigan orqa joyida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam 7-avlodlarining qabrlari bor ekan. Ketib ko'ramiz. Mashaalloh, do'stlar, mana bu go'zallikni qarang. Assalomu alaykum, qora aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, jonas. Yana bir bor. Sonlaringiz yaxshimi? Rahmat. Xo'p, eshitishim bo'yicha ko'pchilik bu joyni bilmas ekan, shaxsan o'zim ham bilmasdim. Rahmonir Rahim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Avvalambor yurtboshimizni Alloh o'z panohida asragan bo'lsin, elimizni Alloh panohida asrasin. Yurtboshimizning tashabbuslari mana ko'rib turibmizki, butun nozik Samarqandimizda valilar qabri obod bo'lib kelmoqda. Jumladan Samarqand tumani Pulmog'on mahallamizda joylashgan payg'ambarimizning 7-avlodlari bo'lgan. Payg'ambar 7-avlodlari payg'ambar xonadonlar Madina Munavvarada tug'ilib, o'sib, o'sha xonadonda katta bo'lgan Allomaning Said Ibrohim qabrida turibmiz. Ko'rib turganingizdek, butun dunyo musulmonlari tan olgan Hazrat qabrlarini dunyoda Imom Al-Buxoriy kitoblaridan keltirilgan. Mana bu ko'rib turganingizdek, mana bu zarihlar, mana bular hammasi Erondan keltirildi. Bu oynalar ham, tillokorlar, payg'ambarimiz Rasulullohning qabrlari qanday bo'lsa, Hazratli qabrlari ham shunday bo'lgan. Qarangki, mana bu hammasi tillodan bular hammasi. Nima? Toza tillodan. Toza tillodan bular hammasi. Juda ham mana bular toza serbra bular hammasi. Kumushi o'zidan. Chunki nima uchun bunday qilingan? İnsanlar kelib, ba'zi bir insonlar betahorat qabrga qo'l urib qo'ymaslik uchun mana shu narsani Erondan keltirganmizlar. Eronda Imom Rizoning qabrlari, bu kishining akalari bor Imom Rizo. Imom Rizoning qabrlari, Karbaloda Imom Husaynning qabrlari shunday, Najafda Hazrat Alining qabrlari mana shunday bo'lgan. Payg'ambarning qabrlari mana shunday. O'rta Osiyoda Hazratning qabrlari ana shunday qilingan. Bu ham yurtboshimizning, tadbirkorlarimizning tashabbusi bilan sog' va salomat bo'ling. Gapingiz. Adres Samarqand tuman Pulmog'on mahallamizda joylashgan.
Juda ham yaxshi. Qora aka, mana ko'pchilik bilmas edi, shu videomiz orqali ko'pchilik bilib olib, ziyoratlarga kelsa bo'ladi. Yana mushkul kishi ham deyapti. Ko'p odamlar kelib bu yerda mo'jiza bo'lgan bu yerda shu noldan o'zimiz Rustam akam birinchi qayta keltirgan mana bu yerda. Ana shu qabr o'zi mo'jiza bilan kelgan. Bizda 30 yil bo'lib shu qabrni boshlaganimizga hozirgacha ham ketyapti. Ko'p insonlar kelib mushkuli oson bo'lganligi uchun mushkul kishi deb nom atalgan mo'jiza katta bu qabrda. Inshaalloh. Ixlos xolos deydi-ku, endi bu yoq hammasi o'zingizdan bir kelib ziyorat qilsa, baribir payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni 7-avlodlaridan mana shu yerda joylashgan ekan qabrlari. Albatta like bosib, ko'pchilikka savob bo'ladi, tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Juda zo'r. Juda chiroyli. Mashalloh. Mahallamni o'zaki o'xshaydi. Jamshid aka, nima deysiz endi? Ham yo'qda. Telefon gaplashadigan Bo'ladi. Bo'ladi. Ha. 7-avlod hali yana bittasini ham olib kelamiz. bilmasak ham biz oldimizda o'tirib bizlar bilamiz. Hammaga ham nasib qilmaydi. Shunday. Mana bizga nasib qilgan ekanki, ko'ryapmiz. Shunday. Kiringlar, ko'ringlar, haqiqatan nasib, hammaga ham nasib. Duo. Subhanallah, men bilan nasib beraylik.